Assalomu alaykum qadrdonlar. Buxoro viloyatida joylashgan Varnet issiqxona kompleksidan bugungi obzorimizni olib boryapmiz. Bu joy Buxorodan 12 kilometr uzoqlikda, shahardan, ya'ni Xivaga ketish yo'li joylashgan. Hamma sharoitlar bor. Mana bu yerda ovqatlanadigan, dam oladigan joylar bor ekan, hamma kompleks bor ekan, hattoki bolalar o'yingohi, hayvonot bog'i va hatto o'sha dam oladigan o'zi alohida zeleniy bo'limlari bor ekan. Sharoitlar o'ta udar holatda. Ovqatlari hamma yo'q. Cho'ntak bor. Bu yerda taomni zakaz qilib talab qilish mumkin. Hatto hovuzlarida baliqlar bor. Xohlasalaring shu yerda o'sgan tabiiy banan mevalar hammasi shu yerda mujassam. Buxoro shahrini aylanib dam olib ketadigan joy. Kechqurun ham ishlaydi, soat 10-11 gacha yer faoliyatini ko'rsatadi. Issiq bo'lishkalari hamda sharoiti bor. Mana bu umumiy kompleks, ya'ni asosiy quruli, asosiy yo'li. Mana shu yerdan boshlab hamma bo'limlar bor. O'yingoh, massaj kirsolar, hayvonot bog'i, dam olish joyi. Hammasi sharoit qilingan. Ma'lumot uchun O'zbekiston fuqarolariga kirish 20 ming so'm, kattalarga, yoshlarga 5 yosh 10 yoshgacha 10 ming so'm. 5 yoshdan kichiklarga bepul. Mana bu yerda konsert zallari. Kelish tavsiya qilaman. O'ziga yarasha dam olib ketadigan joy.